Hammaga salom do'stlar. Sizlar Tony X Plays kanalidasizlar. Uzr, tilim chalkashib ketdi. Xo'p, oldin aytganimdek, mana bu yerda chapter select bor. To'g'ri talaffuz qildimmi o'zi? Bundan oldingi qismda mana ship birinchi o'sha chapterda o'ynaganman, ya'ni let's play qilganman. Shunday deydim. Va bugun Rabbit ikkinchi qismini qilamiz. Xo'p, biz unda boshlaymiz. Boshladik. Xo'p, yana qandaydir har doimgi o'sha liftdamiz. Oho, lift uzilib pastga tushib ketyaptimi shunda? Ay yo'q, lift. Qani? Qo'lda ochamiz ekan. Ha, tushunarli. Bu yoncha bizni oldimizda. Mana buni olamiz. To'g'riga qarab yuramizmi? Mana quyoncha. Bolakay xonasidan chiqib ketibdi. Yaramas. Kalitni Get the baby. Kalitni olyapti, nima deyapti? Bu shunaqa yo'qolib qolaveradimi? Musiqa qo'ysak bo'lar ekan. Mana bu yerda ko'rganmidim. Bosamiz. Qani bolakayni musiqa orqali chaqirsak bo'ladimi bu yoqqa? Borib qani. Yo'q. Bolakayni musiqa bilan aldab bo'lmas ekan. Xo'p, pianino chalamizmi bunda? Buni to'xtatik. Net musiqa. Tushunarli. Demak bizga notalar kerak bo'ladimi shunda? Qandaydir? Xo'p, nota. Shumi nota? Tushib ketyapti bu. Boshqa? Mana. Shunday. Biz yana ikkita qismini topishimiz kerak ekan buni. Tushunarli. Mayli bolakay, hozir yo'qolib turaver. Seni baribir ushlab olamiz. Mana. O'rtasidagini topishimiz kerak. Qayerda bo'lishi mumkin u ya? Bolakay baribir bizga tutqich bermayapti. Mushuk. G'alati ovoz chiqargan, to'g'risi. Bu yerda ham yo'q. Bularni ochib bo'lmaydimi? Buni qo'lga olib chalib bo'lmas ekan. Mana, biz topdik. Biz tez topib olamiz. Xo'sh, ularni joylashtirdik. Endi chalamiz. Biz chalamiz. Pianino chalamiz.
bilgan bo'lsangiz, bizni personajimizni, ya'ni o'sha o'yindagi personajimizni pianino chalish bo'yicha san'ati bor ekan. Ya'ni bilar ekan pianino chalishni. Xo'p, bu yerga kiramiz biz. Voy, vahli o'tirishni bosib yubordimmi? Mayli. Qani, mana shunday joylarni yomon ko'raman. Ishqilib bu ham labirint emasmi, qandaydir? Juda yomon ko'raman labirint. Bu yerga ochamiz. Kulchni ochib bo'lmaydi. Olg'a. Voy, bittalab urib ochamiz. Juda ham va o'tirib kirib qo'ya qoldik. Juda ham erinchoqman va o'tirib kirib qo'ya qoldik. Bo'lgan tashlab yuboramiz. O'rnimizdan turib olamiz. Yurishim qiyinlashib ketdi. Qandaydir kuch, aura bor bu yerda. Aura. Oldik. Bu yerdan tezroq juftakni rostlaymiz, chunki bunday joylarda davom qaytardi to'g'risi. Ochig'ini aytsam, bitta qandaydir bizni qo'rqitadi deb o'ylagan edim. Mana bu yerga qo'yamizmi? Almashtiramiz ekan. Otib yuboramiz va boshladik. Bolakay keldi. Endi bolakay yo'qolmayapti. Kalitni olamiz va eshik qayerda? Tezroq bu yerdan suramiz. Ochdik. Ketdik. Liftga chiqishimiz kerakmi biz? Bu qanday belgi? Qulf ochiq. Biz qandaydir tokni tuzatishimiz kerakmi? Ya'ni elektrni. Hamma xonalar, mana bunday eshikdagilar menimcha ochiq bo'lsa kerak, shunday eshiklar. To'g'ridagi xonalar. Bolakay shu yerda. Qulf. Voy. Quyonchani ushlab olibdimi? Qani ketdik. To'g'rimizda bunday xona bormi do'st? Yoki men ko'rmaganman. Nima qilishimiz kerak bu yerda? Nima qilishimiz kerak? Qanaydir shitni pastga burab qo'ysak bo'ldimi? Bu yerga qanaydir mana bu batareyalarni joylashtiramiz shekilli bu yerga. Qo'y. Bo'ldimi? Bunisini qayerda? Bu yerlarni ochib bo'lmas ekan. Hop, mayli. Mana buni qanday olamiz? Bosilib qoldi bu. Shu yerlarda tanga. Bizga tanga berdi. Xo'p, solamiz. Va S2. Bizga batareya berdi. Uni qo'yamiz. Bolakay shuncha qilgan ishimni yetiga tiqdi. Yaramas. Yerga o'tirg'izib bo'lmas ekan bolakay. O'zi shunday qilish kerakmi bolakay? Bir marta buzib oladim. Buni qayta qo'yib bo'lmaydimi? Ishdan chiqibdi.
Ana bu nima? Biz buni kodini bilmaymiz. Lekin shu xonada bo'lishi kerak. Xo'p, mana shunday narsalarni yoqtiraman. Xo'p, xonadan qidiramiz endi. Oh! 43. Tushunarli. Birinchisi. Shu yerda bo'larmi qolgani? Osh. Bu yerda yo'q. Demak, shu xonadami? Mana bu yerda qandaydir belgi. Ha, 17. 43 17. Tushunarli. Qoch. Hop, biz birinchi raqamlari 43 edimi? Va 17 midi yoki 12 midi? Ha, 17. Ochamiz. Bu yerdan bizga nimadir beradimi? Keraksiz narsami? Hop, tushunarli. Oldik. Shu bolaga yana bir nima qiladi-da. Tushunarli. Ha, tepadagini o'qimabman. Uzr. Bolakayni bu yerga tashlab yuboramiz. Voh. To'g'risi bolakaylarga bunday vahshiylik qilishni unchalik ham yoqtirmayman. Bolakayni tashlab yubordik. Hop, biz ishga tushirdik elektrni yana qaytadan. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Bu yerdan chiqishimiz kerakmi endi? Oh! Hamma joy rasvo, shunchaki bolakay. Hop, to'g'ri yuramizmi? Ha, mana. Osh, nima qilishimiz kerak? Voy! Yo'q. Qochdik! Qoch! Voy, mana shunday narsalarni yoqtirmayman-da. Bizga jin ursin, o'ldim men. Bo'ldi, topolmay qoldim. Jin ursin, ol uni. Ol yo'q. Good night. Xayrli tun. Tushunarli. Press to wake up warning. Bossang uyg'onasan. Qochdik! Yana ketdik. Yo'q, esimdan chiqarib qo'yibdi. Qochdik! Ajoyib. Oldik. Ochdim. Hop, qochdik. Yo'q. Tushunarli. Qayerga? Ha, shu yerga qochdik. Qochdik pastga. Ha, quyonchani orqasidan. Qochdik. Bolakayga aylanib qoldi. Adrenalin rush deydi-yu. Zehid. Chiqish. Hop, bunisini ham o'ynaymiz, davom ettiramiz. Menga tobora o'yin qiziq tuyulyapti, yoqyapti. Maza qildim hozir. Hop, bosdik. Bunda nima bo'lar ekan? Quyoncha shetda. Quyoncha oldimizda.
Ay, yana shu yerdamizmi? Ha, almashib qolibdi xonalar. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Menimcha ovozga ta'sir qiladi. Nima deyapti? Ha, bolakayni ovqatlantir. Ha, bu yerda edi, oshxona uzr, adashtirib qo'yibdi. Sutni olamiz. Bolakayni ovqatlantiramiz va bolakay har doimgidek ish qilib qo'yadi ishtoniga. Ajoyib. Personajimiz bilgan bo'lsalaring, ana u ertaga o'qib turgan ovozidan, bolakay yo'q. Ol bolakay. Yana ovqatlantir deyaptim. Tepaga chiqib ko'raylik. Xona qilib lift ochildi. Mayli, liftga kiramiz. Oh, menimcha ishlar yomon, jiddiylashdi. Qo'rqinchli ovoz yoqmaydi. Qanaqaydir afsun o'qiyaptimi? Hop, tepaga chiqib ko'ramizmi shunda? Buni kalitini qayerdan topsak bo'lar ekan? Buni kaliti qayerda endi? Bitti. Hop, mayli. Tepaga chiqamiz. Ha! Biz topdik. Sal qolsa yana liftga kirib ketar edim. Oh! Pastda xuddi o'shanda kalitni ko'rgan edim. Lekin siniq. Olib bo'lmadi. Bu qandaydir? Bu yerda boshqa yo'qmi? Ha, yo'q. Demak, yana liftga kiramiz. Hop. Ha, mana endi yaxshi. Ovozini o'chiramiz. Ha, kalit tuzalib qolibdi. Qani ochamiz. Tepaga chiqib ketyapmizmi shunda? Ha, yo'lda topilmay. Ha, bo'ldi. Uzr. Yo'lni topolmay qoldim. Topolmay qoldim, ya'niroq. Shu bolakay menga yoqmadi-da. Qandaydir? Ochamiz. Bu qanday belgilar? Ochamiz eshigini. Bolakay bor. Boy. Bolakayga tegmasligimiz kerakmi shunda? Hech narsa bo'lmaganday, mana bunday eshiklar ochiq bo'lardi. Bundaylari qulf bo'lar. Ha. Ochdik, kirdik. Oho. Oy. Bu belgi nimani belgisi ekan? Tushunmadim. Yana xuddi o'sha soat va bong uryapti. Watch TV. Ha. Sleeping. Tushundim. Televizorga qarasang uxlab qolasan deyaptimi? Sleeping. Hop, qaramaslik
ketishga harakat qilamiz, lekin yo'lni ko'rmayapman. Uzoqdan qarasa bo'laveradi shekilli. Voy, ana yerdan qanday o'tamiz? Tepaga qaragan ekan. Tezda o'tib ketamiz shekilli bu yerda. Voy, voy, voy. Hop. Qani o'tdik. Bu yerdan ham mana bu eshikni ochardimidik. Voy, bu yerlarda ham bor ekan televizorlar. Televizor, TV. Qaramasligimiz kerak biz. Bo'ldimi? Bilar edim. Va bunga ham qaramasligimiz kerak. Yana xuddi o'sha xona. Va yana xuddi o'sha bong urishi. Qandaydir ruhmi bu? Eshikni ochamiz. Oh, bolakay taxtda o'tiribdi. Voy, qani? Yugurdik. Mana shu joyi nimanidir eslatib yuboryapti. Alisa ko'zgu ortida degan kinoni ko'rgan bo'lsangiz, unda ham shunday bo'larmidi? O'shanga o'xshatib yubordi. Voy. Bizni chirib yubordi bolakay. Biz qayerdamiz? Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. Hop. O'yin boshlagan tarafga yuraveramiz. Qulub va bir ochiq ekan. Voy. Qani? Ha, chiqish. Qulubku orqaga qaytamiz. His big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Mana. Hop. O'zi ochildi. Through dark corridors, he chased her. Bizga ertakni aytib beryaptimi? Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Qulub. Yo'qqa, ha. Mana buni ochamiz. Hop. O'zi ochilyapti. More, now another. I'll bring you some, don't worry now. Oh. Bir joyda aylanaveramizmi endi shunda yoki biror bir narsa qilish kerakmidi? Bu yerda boshqa xonalar ochib bo'lmayapti. Qulub. Yoki teskari tarafga qarab yurish kerakmi bu yerda? Ha, mana bu yerda xona bor ekan, o'zim ko'rmabman. Yoki bu endi paydo bo'ldi. Hop. Ha, mana chiqish. Yana sekinlashyapti, yurib bo'lmayapti. Qandaydir kuchi bor bu yerda. Aylanib o'tamizmi? Ha, umuman qo'rqmadim. Axir bu bolakay. Biz kirishimiz kerakmi? Bundan qochishimiz kerakmi? Uncha kirishimiz kerak. Baby to bed. Tushunarli. Biz bolakayni qurbonlik keltirishimiz kerak ekan. Kechir meni bolakay. Kechir. Quyoncha ham shu yerda ekan. Nima bo'ladi endi? Hamma joy buzilib ketadi. Katta ko'z. Ha. Menimcha yugurishimiz kerakmi? Xo'sh, quyonchani. Oh, kim edi u? Burada hech narsa yo'q-ku. Ortga qaytamizmi? Yoki yo'l bormi bu yerda? Yo'q. Ha, bo'ldi. Qaysi belgi edi? Ha, tushunarli. Menimcha belgilarni yaxshi eslab qolishimiz kerak bu yerda endi.
Qani. Boshladik. Shu nimadir bo'ladi-da. Chiqish. Voy! Uzr. Baqirib yuborganim uchun qochishimiz kerak. Yo'q bu yerga. Voy, orqagami? Voy. Belgini esladinglarmi? Tushundim. Mana bu belgi edi. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Ay, yopdik biz belgi. Voy. Qanday ochamiz? Voy. Bu yerdan o'tib bo'lmayapti-yu. Mana bu belgi edim. Voy, adashibman. Good night, Hayleton. Mayli. Qani? Esladim, bo'ldi, eslab qoldim. Esladim. Eshikni yopardik. Hop. Qani, bo'la qol. Mana bu. Ha. To'g'ri. Yugurdik. Mana chiqish quyon bizga yo'l ko'rsatyapti. Qochdik. Menimcha hammasi tinchlandi. Biz pastga tushdik. Voy. Biz kichkina bo'lib qoldik. Qochish kerak. Biz hattoki quyonchadan ham kichkinamiz. Uzoqlashib ketdi eshik. Ha, shunali quyoncha bizga yo'l ko'rsatyapti. Qani bu yerdan chap berib o'tamiz. Sutlar, ya'ni butilkalar va mana chiqish. Har doimgidek ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, tarjima qilib olishlari mumkin o'zi. Xo'p, akt 3. Yana liftdamizmi? Ovozidan shunaqa o'xshayapti. Ha. Har doimgidek yana liftdamiz biz. Bossa ochiladi? Yo'q. I've just got home and your sitter has walked out. They were supposed to feed him. He needs a... What are you doing out of bed? I need a sitter now. Just send someone right away. Xo'p, lift eshigi ochildi, hammasi joyida. Mushuk. Menimcha mushukning orqasidan borishimiz kerak endi. Bolakay yo'q har holda. Ha, mana. Mushuk izlari. Tepa qavatga chiqib ketgan. Va bu yerga chiqamiz. Xo'sh. Mushukni ushlashimiz kerakmi? Borib bo'lmadi oldiga. Xo'p, mushuk kirib ketdi surat ichiga. Voy. Nimalardir bo'lyapti. Bizni surat ichiga tortib ketdi. Biz to'g'riga qarab yurishimiz kerakmi shunda? Mushuk izlarini ortida. Mushuk yo'qolib qoldi. Baribir yurishimiz kerak. Yo'q, yurib bo'lmadi. Xo'p. Do'stlar. Mana repeat o'sha bo'limini ham tugatdik. Chapter, ya'ni bo'lim deganim bu o'zi. Va bu qismni tugatamiz.
keyingi let's playimiz esa shu yanirog'i videoyimiz mana bu ket bo'limida bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Sizlarga o'yin yoqdi degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va omon bo'ling. Ko'rishguncha azizlar.